Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bugungi brifingda sizlarga retsept asosida beriladigan dori vositalari narxlarining davlat tomonidan tartibga solinishi va jamoatchilik nazoratini kuchaytirish choralari haqida ma'lumot taqdim etamiz. Mamlakatimizda aholini sifatli, xavfsiz va hamyonbop dori vositalari bilan ta'minlash davlat siyosatidagi muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Shu maqsadda dori vositalari narxlarini tartibga solish, ularning asosiy oshirilishini oldini olish hamda bozorda shaffoflikni ta'minlash uchun referent narx shakllantirish tizimi joriy etilgan va izchil takomillashtirib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirining 2025-yil 25-dekabrda ro'yxatdan o'tgan 37-35 son buyrug'i bilan retsept asosida beriladigan dori vositalari narxlarini qayd etish tartibi belgilangan. Mazkur tartibga muvofiq referent narxlar xalqaro amaliyot asosida shakllantirilib, ularni hisoblashda referent davlatlardagi o'rtacha narxlar, ishlab chiqaruvchi mamlakatdagi narxlar hamda so'nggi 12 oy davomida O'zbekistonga import qilingan dori vositalari bo'yicha shartnomalar narxlari inobatga olinadi. 2026-yil 1-aprel holatiga ko'ra qariyb 2500 nomdagi retsept asosida beriladigan dori vositalari uchun cheklangan narxlar qayta shakllantirildi va e'lon qilindi. Ushbu narxlar 2026-yil 1-maydan ishlab chiqaruvchilar va yetkazib beruvchilar, 1-iyundan distribyutorlar hamda 1-yildan boshlab dorixonalar uchun kuchga kirdi. Xususan, antibiotiklar va mikroblarga qarshi vositalar 50% gacha, yurak-qon tomiri tizimi dorilar qariyb 37% gacha, asab tizimi dorilar 40% gacha, yallig'lanishga qarshi va og'riq qoldiruvchi vositalar 42% gacha tushirildi. Shu munosabat bilan 2026-yil 1-iyundan boshlab mazkur dori vositalarini avval amalda bo'lgan referent narxlarda realizatsiya qilish imkoniyati mavjud emasligini ma'lum qilamiz. Soliq qo'mitasining axborot tizimlarida referent narxlardan yuqori narxlarda rasmiylashtirilgan elektron hisobvaraq fakturalar avtomatik tarzda nazorat qilinib, ularni yuborish imkoniyati cheklanadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 28-yanvardagi PF13 son farmoniga muvofiq ulgurji savdo bilan shug'ullanuvchi korxonalar uchun 15% gacha, chakana savdo bilan shug'ullanuvchi korxonalar uchun esa 20% gacha savdo ustamasi qo'llash mumkinligi belgilangan. Aholi uchun qulaylik yaratish maqsadida retsept asosida beriladigan dori vositalarining cheklangan narxlari haqidagi ma'lumotlar farm.gov.uz rasmiy veb-saytida e'lon qilingan. Fuqarolar o'zlariga zarur bo'lgan dori vositalarining narxlarini mustaqil ravishda tekshirishlar mumkin. Tibbiyot va farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi fuqarolarni jamoatchilik nazoratida faol ishtirok etishga chaqiradi. Xususan, dori vositalarini xarid qilish jarayonida Farm.uz mobil ilovasi orqali retsept asosida sotilgan dori vositalarining cheklangan va amaldagi chakana narxlarini solishtirib borish, narxlar bo'yicha mavjud ma'lumotlarni tekshirish hamda huquqbuzarlik aniqlangan holatlar yuzasidan murojaat qilishlari muhim ahamiyatga ega. Bu nafaqat har bir fuqaroning o'z huquq va manfaatlarini himoya qilishga xizmat qiladi, balki dori vositalari bozorda shaffoflikni ta'minlash, adolatli raqobat muhitini shakllantirish va aholini hamyonbop dori vositalari bilan ta'minlashga qaratilgan davlat siyosati samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi. Tibbiyot va farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi barcha dorixonalarni amaldagi tartib va talablarga qat'iy rioya qilishga, fuqarolarni esa o'z fuqarolik pozitsiyasini namoyon etib, dori vositalari narxlarini ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirishga chaqiradi. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr salomatlik.